Assalomu alaykum suhbat ishtirokchilari. Bugun sizlardan mahallalar bo'yicha imtiyozli kreditlar bo'yicha tushuntirish berib o'tamiz. Bizlarda Xalqbank bo'yicha bekilgan 24 mahalla bor. 24 mahalla bo'yicha imtiyozli kreditlar chiqadi 12,5%dan. Asosan 2 million daromad, rasmiy daromadga ega bo'lmagan shaxslarga chiqariladigan kredit 12,5%dan maqsadli kredit aholini tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida chiqarib beriladi. Bo'yicha bu olish uchun asosan o'ziga tegishli bo'lgan mahallaga borib hokim yordamchisi tomonidan ariza yuborilgandan keyin hokim yordamchisi tavsiyasi asosida bankka murojaat etiladi va kerakli hujjatlar asosida kreditlar rasmiylashtirib chiqarib beriladi. Hokim yordamchisi o'zi yuborishi shartmi? Siz kelsak Holat yerda yuborish mumkin. Tavsiya hokim yordamchisi asosida bosiladi bu kreditni.